Tasavvur qiling, osmonda bir vaqtning o'zida ikkita quyosh porlashi mumkinmi? Yo'q, agar ikki quyosh chiqsa, bu dunyo yonib kul bo'ladi. 1402-yil Anqarada esa jazirama issiqdan xuddi yer yorilib ketgudek, askarlarning egnidagi temir sovutlar terini kuydirmoqda. Bu shunchaki jang emas edi. Bu qiyomatning o'zginasi edi. Bir tomonda Yevropa qirollarini tiz cho'ktirgan, shiddati sabab yildirimi nomini olgan sulton Boyazid, ikkinchi tomonda taqdirni o'z qo'li bilan yozgan, mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan sohibqiron Amir Temur. Tarixchilar buni Anqara jangi deb bitishdi, lekin aslida bu ikki buyuk tog'ning to'qnashuvi edi. Ular ikki xil olam edi. Sulton Boyazid xuddi laqabi kabi chaqmoqdek tez va shiddatli ketma-ket qozona olgan g'alabalar uni shunday mag'rur qilgandiki, u o'zini yengilmas iloh deb hisoblardi. Amir Temur esa u xuddi aysbergdek sovuqqon, uning har bir yurishi shaxmat taxtasidagi kabi 7 qadam oldindan hisoblangan. Boyazid bilagidagi kuchga ishondi. Temur esa aql va sabrga, tarix guvoh g'azab har doim aql qarshisida tiz cho'kadi. Qon to'kilishidan oldin siyoh to'kildi. Boyazid o'z hayotidagi eng katta xatoni qildi. U Temurga shunday maktub yo'lladiki, undagi so'zlar har qanday erkakning g'ururini chelparchin qilardi. U nafaqat Temurni, balki uning oilasini, haramini tiliga olib haqoratladi. Sharhda bu o'limdan ham og'irroq gunoh sanalardi. Temur maktubni o'qidi, baqirmadi, stolni mushlamadi. U ko'zlarini bir zum yumdi va Boyazid o'z imzosi bilan o'z taqdiriga hukm o'qidi deya sovuqqonlik bilan pichirladi.